Assalomu alaykum qadrdonlar. O'rmon kompaniyamizda yana bitta yangilik. Bu bizni eski kosmos lustramiz. Bu endevlari 4 bo'lak bo'lgan, mana shu yerda choki bo'lgan oldinlari atrofini yig'ib butun holatga keltirganmiz. Bu esa bizni yangi Cosmos Pro Max lustramiz bo'ladi. Bu yerlari nержавейка tunikadan bo'lgan, lazerda kesib choklariga e'tibor qilamiz. Dizaynerlarimiz bu safar Versace gullar bilan ishlashdi bu modelimizni. O'rtadagi plafon ham bu safar dizaynerlarimizni nazaridan chetda qolmadi. Bu bizni Pro Max Cosmos lustramizni ketish payti ko'rinishi. Bu esa plafonlari bilan yongan holati. Mahsulotimiz ma'qul kelgan bo'lsa bitta like tayamaysizlar. Bu videoda uyga eng zo'r kosmos lustra qo'yaman degan va o'z ishini ustasi bo'lgan tunikafonchi, MDF patolog qoqadigan ustalarga jo'natib qo'yamiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar.